Keçip hem can verip ahir kutuldurduk seni. Kutbuzuşka kalbimizde var idi imanımız. Yurtumuz biz yüz kilanlı kan bilen pakizlidik. Endi hiç kirletmeyeceğimiz çünkü Türktür namımız. Ya Ruhemden boldu bizden himmetimiz sen üçün. Dünyanı soğurgan idi himmet bilen ecdarımız. Atalarının canları öşmeydi taraf bitirin. Esli kaldı cengi var biz onun evladı biz. Çıktı can hem ahkan buldu yavdine el aman. Yaşasın mın yaşasın parandın istikbalimiz. Assalamu aziz qeyrindaşlar. Uyghur Amerika Birleşmesi tarafından orunlaştırılgan Vicdandan Sada programımızga hoş geldinler. 2020 yılını uzutup 2021 yılını kütüliş aldıda turupdimiz. Bu kıymetli minutlarını sizler bilen birlikte ötküzgenimizge intayın hoşalımız. Hemimizge ma'lum bolğanidek Amerikadaki Uygurlar, şundaqla dünyanın her qaysi joylaridagi Uygurlar, vatanimiz Sharq Turkistondagi tuqqanlarimizdan, do'stlarimizdan xabarsiz qoldik. Xitoy kommunistleri qeyrindoshlarimizni sababsiz lagerlarga solab, mecburi emgeklerge silip, misli körülmegen qırğınçılıqni qilib kelmekte. Ana şu lagerlardan mucizelerce qutulup çıkan Ömerbek Ali, Mihrigül Tursun, Gülbahar Celilova, Zumret Davud, Tursunay Ziyavudun qatarlıq lager şahitleri bizlerge ümit bağışlap kelmekte. Ularning Xitoyning tehdit ve bisimlerinden korkmay, lagerdeki kabahatlik keçmişlerini dünya axbaratıga, xalqaralıq organlarga, merdane halda pakitlik, canlıq anlatışı, Uygurlarga ilip berilayotgan qırğınçılıqning pakitleri dünyaga aşkarlanışıda türkçülük rol oynap gelmekte. Növətdə Xitoyning Uyghur elida qorugan lagerlarning içki sırlarını paş boluşida zor rol oynagan qimmatlik şahitlardan Mihrigül Tursun, Zümret Davud, Tursunay Ziyavudundan ibaret 3 pidakar şahidimiz Amerikada bizning aramızdadır. Amerikadaki Uyghur cemaati ve Amerika Uyghur Birleşmesi bu 3 nefer lager şahidimizning aramızda bolğanıdan naiti hoşalmız. Biz ulardan fəxrlənimiz, hem ularni himoya qilish bizning burcumuz deb bilimiz. Şuna cemiyetimiz heyeti 2020 yılını uzutup 2021 yılıga kirdigan bu alayda bir kunni texmu ehmiyetke, ümit ve ma'noga ega qilish maqsadida 3 şahidimizga yeni yıl keçisini bag'ishladik. Bu qaysar, vijdonli, pidakar Uyg'ur hadi-sing'illarimizning sharafiga hurriyat mukofotini ta'sis qildik. Tövende bu lager şahitlerimizni tanıştırıp ötümüz. Lager şahidi Mihrigül Tursun, Amerika Tashqi ishlar ministerligining yordamiga erishib, 2018 yili 9 ayning 21 kuni 2 nafar farzandi bilan Misrdan Amerikaga yetib keladi. Uning Xitoydan mo'jizlarcha qutulib chiqishiga bolalarining Misr grajdani bo'lgani sabab bo'lgan. Mihrigül Qo'shkezak bolalari bilan Misr elchixonasining himoyasida avval 2018 yili 4 ayning 28 kuni Qahiraga, keyin Amerikaga sog'-salomat keladi. Gerçi Mihrigül charchanda qolgan ota-onasi, qarindoshlari va urug' tuqqanlari go'ro'ga elinish sharti bilan qo'yib berilgan, salomatligi tex to'liq asliga kelmagan bo'lsa-mu, erkinlikka chiqibla o'zi beshidan kechirgan qo'rqinchli kashmishlarni Xitoyning jinoyatlarini pash qilishga oldiraydi. 2018 yili 28 noyabr kuni
Amerika Davlat Məclisinin Xitay İşləri İcraiya Komiteti uyushtirgan guvohlik berish yig'inida Mehrigul Tursun qaysarlik bilan o'tirg'i chiqib guvohlik berdi. U o'zining qayta 3 qitimliq tutib turish o'rniga qamalish jarayonida Xitoyning zulmatlik kamerlarida o'z beshidan kechirgan qo'rqinchli kashmishlarini birma-bir anglatdi. U beshiga qora xalta kiydirilib elib menish, futqollarini kishanlash, kecha-kunduz yuqori texnika uskunalari bilan kuzatish, qurolliq muhofazat qilinadigan egiz tamlar ichiga sababsiz bir elib ketilgancha qo'yib berilmaslik, harbiy tuzumda boshqariladigan turmalarda och qo'yilish, qattiq jismoniy va psixikalik qiyin qistoqqa ilinish, davolamaslik, turmalardagi odamning jihligidan qistongchilik, ocharchilik va o'lim qatorliq lagerning qo'rqinchli taraflarini tafsili oshkorlaydi. Uyg'ur xalqining faqat Uyg'ur bo'lganligining o'zila ularning bu xil ichinishlik zulmlarga uchrashga yetarlik sabab bo'layotganligini yo'ritadi. 3 oy jarayonida bir kamerda 9 begunoh ayolning o'limiga shahid bo'lgan Mehrigulning qismati Amerika hukumatini, dunyo axborotini cho'chitgan edi va zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Mehrigul Tursun guvohlik so'zini buning so'zlar bilan oxirlashtirgan edi. Men erkin davlatga kelgan bo'lsam-mu, lekin o'zimni tamamen erkin his qilolmayapman. Men Xitoy doiralarining meni bu yerdami kuzatib turayotganligini his qilmoqdaman. Mehrigul yana Amerika hukumatidan Uyg'urlarni Xitoyning tahdididan qo'g'dashni, butun dunyodagi musofir Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilib, lagerlarga solinishining oldini olishni, Xitoyning qiynoqlarida azob chekayotgan insonlarni qutqizib olishni jasurona talab qilgan edi. Mehrigulning guvohligi Amerika hukumatila emas, dunyo jamoatchiligining Xitoyning jinoyatlarini tonishida va ularning Uyg'urlarni Xitoyning bu zulmlaridan qutqizishida amaliy tadbir qo'llanishiga belgilik rol o'ynadi. Assalomu Mehrigul, yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom Alfida. Allohga shukr, men yaxshi, sizlar yaxshimi? Bizmi yaxshi. Bugun bu yerga kelib sizni ziyorat qilishimizdagi sabab Uyg'ur Amerika birlashmasininki shu Hürriyet lo'nqisi deb tayyorlagan mukofotini jamoatimiz nomidan sizga taqdim qilish. Shunga sizni ziyorat qilib keldik. Voy, ko'p rahmat. Menga chiroyli o'zimizning adlisini buning ichiga qo'yibsizlar. Mashalloh. Allohga ta'minsin. Bu Hürriyet lo'nqisi ma'lum emas, butun bir yashayotgan Uyg'urlarga tegishli bo'ladi. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu lo'nqi bilan birga az bo'lsin jamoatimizning ko'ngli qani tanmiyaga qo'yib qo'yaylik. Ona ichiga solib qo'yaylik. Sizning jamoatimiz bilan ham bahrlanadigan qandaq yurak so'zlaringiz bor, qalb so'zlaringiz bor, yangi yilda qandaq tilaklarimiz bor, shuni bir anglasak. Mening shu yangi yil munosabat bilan sizlarga Amerikadagi va boshqa shtatdagi Kaliforniya, Teksas, Houstondagi va boshqa davlatdagi Kanadadagi va Qozog'istondagi barliq va Turkiyaga barliq Uyg'ur qarindoshlarimga shularninki yangi yilga tabriklayman va shularga shu munosabat bilan shu koronadagi ig'ir yuqumli kasal taqib mezgilda shuncha xatarlik mezgilda hammamiz uyimizga so'linib o'zaro berish kelish qilolmay ham vatandaşlarning hech qanday bir xabarini ololmaymiz, siqilishda musofirchilikda o'zimizning dardini o'zimiz yutibmishda yashayotgan mushta turmushdimi bo'shashmay texmo sabrlik bo'lib, g'ayratlik bo'lib, texmo ittifoq bo'lib, yangi yilga yangi qadam bilan kirishni va texmo jasoratli bo'lishni umid qilaman. Ko'p rahmat, nihoyatda go'zal tilaklar qildingiz. Alloh qabul qilsin. Rahmat. Xitoyning jazo lagerlaridan Pokistonlik erining tirishchanligi natijasida qutulib chiqqan lager shahidi Zumrat Tursun 2019 yil 24 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika Tashqi ishlar ministerligi tomonidan uyushtirilgan Şinjandagi kishilik huquq krizisi nomli yig'inda guvohlik berib, o'zining mangulik tug'mas qilinganligini mardona holda isbotlab o'tirg'i chiqarishi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotganligining bir qirg'inchilik ekanligini, bir millatni sistemalik yo'qotish, naslni quritishda qabih bir plan ekanligini po'latdek isbot bilan ta'min etgan edi. Zumrat Davud shu xalqarалық sahnada dunyo jamoatidan Uyg'urlarni bu zulmdan qutuldirilish uchun yordam berishni talab qilgan edi. Urumchilik Zumrat Xitoy doiralari tarafidan sababsiz tutqun qilinib 2018 yil 3 oyning 31 kunidan 6 oyning 2 kunigacha
2 aydan uzun vaqt lagerga qamalgan. U bu jarayonda chekkan azob va xo'rliqlari hamda u yerda ko'rgan ahvollarini o'xshamagan axborotlarga mayli qandoqli tahdid va azoblarga uchurmasin, mayli qandoqli badal to'lamasin, qaysarlik bilan aktiv holda anlatib kelmoqda. Shohid Zumrat Davud o'zining va lagerlarga qamalgan boshqa ayollarning hammasiga kunda sirliq tabletkisimon bir xil dorining majburiy ishkizildiganligini, mahbuslarning bu dorining ta'sirida xomush bo'lib qoladiganligini, ba'zi ayollarning bu dorining ta'sirida hiyizning to'xtab qolganligini, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilinganligi haqidagi qimmatli paketlari xalqaroning diqqat nazarini Uyg'urlar vaziyatiga markazlashtirishda va shu sababli Xitoyga qarshi yetarli besim paydo qilishida o'ynagan roliga sal qarg'ili bo'lmaydi. Xitoy hukumatining Uyg'ur qiz ayollarini majburiy va sunniy usulda tug'mas qilib etish taqabiy qilmishi etnik qirg'inchilikning bir muhim turi sifatida har sohadagilarning zo'r diqqatini qo'zg'ashga boshlamoqda. Hozirning o'zida Zumratning yana ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarning hozirgi ahvollarini oshkorlaydigan surat va videolarni tarqitish orqali dunyo matbuotiga va tashkilotlarga qimmatli uchurlarni ta'min etayotganligidan uning o'z xalqi va vatanining erkinligi hamda adolatga erishishi uchun kurashini davom qilayotganligini ko'ra olamiz. Hurmatli Zumrat xonim, sizning ko'rsatgan fidokorligingizga tashakkur etamiz. Men Uyg'ur Amerika Birlashmasi nomidan sizga hurriyat mukofotini taqdim etmoqchiman va Uyg'ur jamoatining ozgina ko'ngil sovg'isi qabul qiling. Muborak bo'lsin. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Rahmat Uyg'ur Amerika Birlashmasiga mendan ko'pdan ko'p rahmat. Javob tatibsizlar. Hurmatli Zumrat xonim, siz Amerikaga kelgandan keyin nurg'un besimlarga uchrab keldingiz. Hozirgacha qiyinchiliklarga bosh egmay, tushuntirishingizga nima ilhom bo'ldi? Vatanda zulm tatayotgan xalqimning ohuzarlari, turmalarda begunoh yetayotgan qarindoshlarimning zarinlishlari, majburiy tug'mas qilishga duchor bo'layotgan hadi singllarimning qisosi, ig'ir qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan millatim uchun qat'iy bo'shashmadim. Ham bo'shashmayman. Ko'p rahmat. Tursunay Ziyovuddin 2018 yilning boshlarida lagerga qamalib, 2018 yili 12 oyda lagerdan qo'yib berilgandan keyin Qozog'iston fuqarosi bo'lgan erining yordamida 2019 yil sentabrda Qozog'istonga qaytib chiqishga muvaffaq bo'lgan. U Qozog'istonga chiqish bilanla o'zining lagerdagi 9 oylik tutqunlik hayoti va lagerdagi qo'rqinchli ahvollar haqida guvohlik berishga boshlagan. U lagerdagi ishki ahvollarni oshkorlagandan keyin Xitoy va Qozog'iston hukumatlarining qattiq besimiga uchragan. U lagerda qiyin qistoqlarga ilinish jarayonida oshqozon va balyotqu qatorliq ishki a'zolari og'ir zaxmlangan bo'lib, Qozog'istonga chiqqandan keyin u muvofiq davolanishga erishamayli qolmay, Qozog'iston fuqarosi bo'lmaganligi sababli hayoti har vaqt tahdid ostida edi. Hatta uning jiniga qasd qilgan noma'lum kishilar tarafidan uylariga o't qo'yilishdek qo'rqinchli voqealarni beshidan o'tkazdi. Lagerdan qo'yib berilib, chet elga chiqishga muvaffaq bo'lgan sanoqli lager shohidlarining biri bo'lgan Tursunay Ziyovuddinning Amerika Tashqi ishlar ministerligining yordamida 2020 yili 25 sentabr kuni sog' salomat Amerikaga yetib kelganligi hammamizni mamnun qilgan yana bir xush xabar bo'ldi. Tursunayning beshidan kechirgan ichinishli qismatlari, uchirgan xo'rliq va tan jazolari ilgirki lager shohidlari bilan o'xshab ketsa-mu, ammo yanala lagerlarda har bir zulmga uchirg'uchining so'zlab tugatalmagidek dahshatli kechmishlari bo'ladi ekan. Tursunaymu Uyg'ur, Qozoq qatorliq musulmonlarning cho'shqi go'shi yeyishga, aroq ichishga majburlanayotganligi, lagerlarda kunda majburiy holda bir xil iniqsiz dori ishkizilganligi va buning ta'sirida hiyizning to'xtaganligini, hatto ba'zilarning tug'mas bo'lib qilayotganligini, lagerdagi barliq ayollarning chechining tushirib etilganligiga o'xshash Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini ilgari guvohlik bergan shohidlarga o'xshamaydigan taraflardan paketlar orqali dunyo matbuotiga pash qildi. Tursunay Ziyovuddin yaqinqi 2 yil ichida Amerika Tashqi ishlar ministerligining yordamida Mehrigul Tursundan keyin Amerikaga ilib kelingan 2-lager shohididir.
Uning Amerikada bexatar ekanligidan boshqa muvofiq davolanishga erishganligi Amerikaning Uyg'urlarga davomli turda amaliy ko'ngil bo'layotganligining dalili sifatida Uyg'urlarga qayta umid bag'ishladi. Uyg'ur Amerika Birleşmesi tarafidan tayyorlangan bu hürriyet lonkasini Amerikadagi bütün Uyg'urlar nomidan sizga taqdim qilmoqchiman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Yangi yilingiz muborak bo'lsin edi. Az bo'lsa bu ko'nglimiz sizga sovg'a qilmoqchimiz. Rahmat. Sizningki shu xalqimizga va bütün Uyg'urlarga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor, qanday orzu armonlaringiz, tilaklaringiz bor? Men yurak so'zim desam, men bir o'lim girdobdan qaytib kelgan odamman degayman. Men bu Amerikaga kelgan vaqtimda bütün hayotimdan umid uzgandim. Bir o'lib, yenib tirildim desam bo'ldi. Shunchalik darajada og'ir kasal bilan kelgan bo'lsam-mu, Amerika hukumatiga rahmat. Meni birinchi Alloh, ikkinchi Amerika hukumati qutqizib qoldi. Shunchalik. Ona qasam mening qarindoshlarim, o'shadagi Uyg'ur jamoatiga rahmat. Meni cho'ng yordamda bo'ldi, hammamiz tarafdan. Shunchalik. Lekin men hayot qolgan ekanman, hayot qolgan kunimdan boshlab burunqidan irodam chiqib ketdi. Mening shu turmadagi qilib qolgan qarindoshlarim, shu vatandagi qarindoshlarim har kun kech kunduz kallamdan ketmaydi. Ko'z oldimda turdi mening. Shunga bundan keyin bütün hayotimni mana yangi yil qadam bosyapmiz. Bütün hayotimni qarindoshlarim uchun to'xtamay kurash qilishga bag'ishladim. Hem bu Xitoy tajovuzning bu qilayotgan zulmlarini to'xtatishga bütün dunyoga chaqiriq qilaman. Bütün qarindoshlarimga chaqiriq qilaman. Bütün dunyodagi ishqi vatan teshida bo'lsanglarmi, men o'xshash musofirchilikda yurayotgan bo'lsanglarmi, qarindoshlarim hech qachon har tarafga, har tarafga beshinglarni tatib, hech qachon birlik bo'lmay qolmasin. Bir yerda bo'lib ketimiz har vaqt qarindoshlarni qutqizishga ashatdik. Biz o'xshash o'lim og'ziga berib qolgan qarindoshlarimizni qutqizishga hammanglar kuch selinglar. Herkes to'xtab qolmaydi. Buni to'xtatmasak biz qirilib, o'lib tugaymiz. Hech nimamiz qolmaydi, balchaqimiz, hech qanday qarindoshlarimiz u yoqdiki, Uyg'urlarimiz qolmaydi. O'tnib qolaysizlar. Hammanglarga rahmat. Bizning ushta vatanparvar qarindoshlarimiz hammamizga ming rahmat. Uyg'ur jamoatiga rahmat. Va yangi yillarda hammamizga yaxshiliklar bo'lsin. Oxirida Uyg'ur Amerika Birleşmesining faoliyatlarida va Uyg'ur ona til maktabining faoliyatlarida aktiv rol o'ynab kelgan qizimiz Raisa Seyitni mukofotlashni to'g'ri ko'rdik. What's your crime? I call my family overseas. You cannot be here. You have no mother, you have no father. Tamam Raisa kızım. Biz bugün Uyg'ur Amerika Birleşmesi tarafidan tayyorlangan bu hürriyet lonkasini mush Amerikadagi bütün Uyg'ur jamoatlari nomidan sizga sovg'a qilmoqchimiz. Rahmat. Bu pek chiroyliga rahmat. Arzimaydi. Sizning yangi yilda qanday tilaklaringiz bor? Bütün Uyg'urlarga yaxshi bir yer tilayman. Sizga rahmat. Tilaklaringiz qabul bo'lg'ay. Hisob sizga beray. Bu az bo'lsa-mu kichik bir sovg'amiz. Sizdan sizga beray. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Xitoy hukumatining qilmishlari 21-asrda
insoniyatning yuziga tushgan qora bir dog' deb hisoblanadigan mushu paytda kelayotgan yangi yilning qutulish yili bo'lishini tilaymiz. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Aman bo'linglar. Sen şahları asmalarga tegip durgan çinarı ata desem oğlum de baş eğip turgan toğraqı Boynumdaki iftiharım, boynumdaki tumarım, özüm benim uluklardın, uluğum sen vatanım. Yüzüm bisip yüzümge, sınlım deymu, anam deymu, hem derdu hem hanım. Aftaptın mehirli özüm İligim sen vatanım Sen meşrepsen halkım tumarı Yığamga dua bergen Gül çiçekler öndürgen Baskan kademlerimge Min müşkülde sungan Koruğum sen vatanım Barça akıl, barça büyük, barça şair alımlar Tıpılmaz anam deymu Yalnızım yıganem deymu Mukaddes toprağım deymu Minin sen uluğlardı Uluğum sen vatanım Sen eğer buğday başı bolsan Samanın bolay ey vatan Daim beni kolluğa vatan Balam deb elleyitken Özge yurtqa bolğuça şah Öz yurtumga bolay men gada Vatan desem yüreğimde içilar güller Mehrin kanat buldu uçtum asmanda Yana qaytib kelermen Koynumga vatan